Nur içine bilimdektir, güzel yağıyor. Assalamu alaikum, aziz mehmonlar, akalar, hadilar, singillar, ukalar, qarindoshlar, vatandoshlar. Men dastlabda o'sha Uyg'ur akademiyadagi inilarninki tirishchanlik bilan mushu so'rinni, mushu konferensni o'rlashtirib, hammamizni o'sha jam qilganiga ko'p rahmat aytaman va tashakkur bildiraman. Shuning bilan birga bu chet eldagi hammamizning bir ko'rishadigan bir fursat, bilim almashtirib, haqiqatimiz bir-birisi bilan tanishib, chet eldagi yashayotgan ziyolilar har bir davlatlardan kelib, buni bir muhim bir fursat o'zimiz uchun. Bu Uyg'ur akademiyadagi qarindoshlar va bularningki do'st og'ayinlari ko'rdinglarmi, 2 kundan yog'i kecha kunduz demay kelgan mehmonlarningki oldiga chiqib, aydoromdan kecha kunduz demay akilib, boy deganda 20 necha mehmonlarni kutib oldi. Buningga yana bir rahmat aytman. Men endi qisqachalar bir dor tadqiqot va uning taraqqiyotini, uningki maqsadi nima, jarayoni qanday va uningki kelgusi natijalar qanday qisqachalar bir tanishtirib o'tay deyman. Ben bu maqolani, bu prezentasyonni tayyorlab 8-oyning 15-i Uyg'ur akademiyadagi qarindoshlarga avatib beray deb tursam, bir maqol chiqibdi. Obdan bir hikoya ekan, Wall Street Journal'ninki 8-oyning 12-kunida. Men bu hikoyani shundan boshlay dedim. Bu hamda bir amaliy bir hikoya ekan. Bu xonim doktorga tekshirsa o'zini baya rak kasallik to'g'riliq Gülenber Hanım bana aytdi, obdan tushuntirib o'tdi. Kasallik tarafdan, uni diagnoz qilish tarafdan ham uning kelib chiqish tarafdan. Bu doktor bu xonimni tekshirib, rentgen natijasini ko'rsatib, bu o'pkiraki bo'lsangiz, taraqqiy qilgan, keyingi bosqichdagi o'pkirak bo'lsangiz, siz 6 haftadan 3 oygacha umr ko'ra olasiz deb diagnoz chiqardi ekan. Shuning diagnoz chiqargandan keyin bu xonim shuning bilan umidsizlanib uyida qarab o'tmay surishti qilib u yoqdan, chunki bu doktorning bunday deyishi hamda bu taraqqiy qilgan keyingi bosqichdagi kasallikni operatsiya qilgan bo'lmaydi. Bu nim qilayotgan dori bo'lmagandan keyin tasdiqlanib chiqqan. Shuning bilan surishti qilsa, bu bizningki idoraninki bir tadqiqot qilayotgan 3-bosqichdagi bir dorining tajriba qilayotganligini anglab uqib, shuning berib tekshirilsa, bu xonimning bu kasali nihoyat oz uchraydigan, o'pkirakininki nihoyat oz uchraydigan bir qism ekan. Uninki hamda ALK fusion gene mutation deydi. Shunday turdagi bir xil kasal ekan bu. Bizningki idoraninki bu dorisi shu oz uchraydigan xildagi rak kasallik, o'pkirak kasalligiga nihoyat unumi yuqori, 95% yuqorilik unumi shu kasallik. Shu bu xonim shu dorini ichib, mana hozirgacha hayot ko'rib, hayot turmush kechirib o'tibdi. Bu bir endi meningki bugungi so'zlaydigan tushuntirishimninki ham boshlanishi ham xulosida. Bizning maqsadimiz shu. To'g'ri tadqiqot qilishning maqsad qanday qilib unumlik, aks ta'siri oz dorilarni tadqiqot qilib chiqarib, xalqqa, insonlikqa foydali xalqninki umrini uzartish. Bu bayqi maqol shuningga aytib maskeldigan ham bu dora bay degandek nishonliq davolashninki bundan keyin kelgisi, masalan, rak kasalining kelgisi davolash, nishonliq davolashda. Masalan, o'pkiraki desak, o'pkirakining necha xil turi bo'ldi. Turining ichida yana
Onun da mı çuңqurlashqan inchki turlari bo'ldi. Ko'krak rakining shu ko'krak raki desizlar, o bunun bir xil dorilar foyda qilmaydi. Shuning shu turi bo'lsa, shu turiga nishon qilgan dorilar unumi yuqori. Odatda kimyoviy davolashninki unumi 20-30% bo'ldi. Nishonliq davolashninki 90% yuqori bo'ldi. Shunga bu rak kasal davolashninki bundan keyin o fan texnik taraqqiy qilib shu natijalar bilan shu rakninki kelib chiqish yo'llarini boya Gülenber Hanım ko'rsatgandek tep chiqqandan keyin bizning vazifamiz shu yo'lga, shu sim yo'lga shuni to'sab turib, bu rakninki taraqqiy qilishni to'xtatish. Unda bo'lgandan keyin shu asos qilib nishonliq davolagandan keyin yaxshi hujurlarga, masalan, o'pka rakiga, ko'krak rakiga foyda bo'lgan dorilar boshqa yerga, yurakka, menga aks ta'siri oz bo'ldi. Şunu bizningki asosiy maqsadimiz shu dori tadqiqot davolashninki. Ham bu dori tadqiqot davolash har xil kasblarninki birlashmasi ham moslashish bilan iborat. Buningda hamma kasblardan birlashib ishlaymiz. Buningda biologiya, bioximiya, ximiya, bizga o'xshash dori tadqiqot, doktorlar, masalan, meditsina hamma bilan birlashib statistik, bulamda kompyuter, hamma sohadan birlashib xizmat qilish. Shuning bilan bu yosh bizning kimcha kelgan o'quvchi bolalar, yosh bolalar buni tushunsa, bundan keyingi xizmat fursatlarmi, mush kasblardan, mushtarablardan aytib fursatlarmi deb men jarayonini tushuntirib o'tgandan keyin uningdan muddaroq xabar topsizlar. Endi kasallar boy deganga o'xshash turi har xil, nerv kasallari deymiz, yurak kasallari, diabetes, shakar kasal, undan keyin rak kasallar, revmatizm deymiz, shunda har xil turlar bor. Bu turining ichida yana kichik turlari bor-da. Shu turlarga asoslab har fanlar bilan, hamma fan texnika, yeng ijodiyat qilingan fan texnikalarni ishlatib dori tadqiqot qilishni oldiga surish. Menki asosiy masalan bizningki Amerikadan kelgan Lala xonimlar John Hopkinsda uzun umr ko'rish, qanday insonlar qanday qilsa uzun umr ko'rdi degan tadqiqotni nurg'un yil bo'ldi kelyotdi. Endi uzun umr ko'rgandan keyin shuning bilan birga har xil kasallar ko'paydi. Masalan, Alzheimer deymiz. Bu kasallikka hozircha unumli dorilar yo'q. Buningki shu alomatlarni kontrol qilib turgan vaqtli dori bor, lekin buni tizginlash dorilari yo'q. Endi hozirgi taraqqiyot asosan yurak kasallari, rak kasallarida taraqqiyot nayt zo'r. Rak kasallarininki boy deganga o'xshash nishonliq davolash, undan boshqa Shuhrat apandilarning tahdid qilgan jihatlarda bundiki yana u yerda o'zib chiqishlar bo'ldi ko'p. Masalan, yurak kasalini elib o'tsak 60-yildan 2000-yilgacha bo'lgan 40 yilning ichida mana o'lib ketish yurak kasali sababidan yoshni nima qilib bergan ma'lumot qaraganda 50% azaydi deb ma'lumotlarninki berishicha. Lekin 2000-yildan hozirga tushdi desak, bundan ko'proq ilgirlashlar bor-da. Nimishqa deganda hamda har xil hozir insonlar kasallikning sababini bilib, turmush, tanarkat ham oldini olish dorilari ham muhimi. Masalan, kolesterol yuqori bo'lsa, yurak kasali asosan shu kolesterol yuqori bo'lsa, shuningdan uni bilmay yashagandan qon tomirlar to'silib shuningdan kelib chiqadi. Bu o'sha 10-20 yilga taraqqiy qilib chiqqan kolesterolni tushiradigan dorilar bor, statin deymiz. Shuning har xil turlari bor. Shularning unumlari bilan bu oldini olish davolash deymiz. Shu davolashlar bilan yurak kasalligiga hozir o'lib ketish nisbatini tuvanlab mengyotdi. Endi rak kasalligiga kelsak, masalan 100 yilning oldida qon raki bo'lgan odam kasallar
ninki 5 yildan jiq yashash nimasi fursati aran 0% ekan. Ham hozir kun kelganga 70% yetdi deb ma'lumotlar qaraganda, ham u vaqtlarda o qon rakini qonninki kesili deb atalgan bo'lsa, hozir buning turlari masalan hozir kelganda mana uning turlari 100 xildan jiq turlari bo'ldi-da. Bu dorilarni shuning shu turlariga asos qilib turib, nishon bilan davolash, shuning buning unumi aytib yuqori nishonliq davolashninki. Endi rak kasaliga kelsak, rak kasali baya degandek bilan xonimni deb o'tib ketdi. Bu hozirgi taraqqiy qilayotgan cho'ng kasallarning birisi, hayotlikqa zo'r xatar yetkazayotgan. Uning ilgirlashtirimi toza degandek emas, ma'lumotlarga qaraganda, masalan hozir 5 yildan jiq yashash nimasi ma'lumotni hamma xil rak kasalini elib bersak, bunun seliştirmesi 75-yildan 77-yil emas seriqlari, onun dikema kökke 96-dan 2003-yilgacha bo'lgan vaqtda andan 16% ilgirlashni aytdi asta. 2000-yildan keyin hozir kelgan 10 yil ichida, 10 yil ichida bu nisbatman aytdi yuqori bo'lib, nimishqa deganda nishonliq davolash ninki dorilarning unumlari, operatsiya qilish usullarininki yuqori ko'tarilishi, masalan tarsiva degan nishonliq davolash, bu dorilar odatda rak kasali bo'lsa doktorxonaga berib ukol selib balnis yatmas bo'lmaydi. Bu hozirgi nishonliq davolashninki masalan tarsiva deymiz, abayqiliqi xonimga foyda qilgan dori bulutlu tasdiqlanib chiqdi. U vaqtida bu xonim ishlatgan vaqtda texmen bay degandek tajriba qilayotgan vaqtda 3-bosqich, oxirgi bosqich. Bulutlu tasdiqlanib chiqdi. Bu dorimi shu o'pka rakininki alaylik xiliga, undan boshqa ko'krak rakiga xirsaptin deb u nishonliq davolashninki natijasi. Lekin u dorininki aks ta'siri nima desak, yurakka ziyon keltirdi. Hammadamga bo'lmasmi bir 10-20% kasallarning ichida yurakka ziyon ta'sirlari bor. Shu taraflarni texmoyani ilgiritib, aks ta'sirini azaytib, unumini yuqori qilish bizningki davomli tadqiqotimizning nishonlari. Endi bunda elib aytganda men boy degandek bugundan sizlarni mushundaqlar bir qisqacha tanishtirib, boy bizga kagichi Abdulaziz mashinaning ichida İstanbul'ninki Meyer Avu Meyermanda deb o'tib ketgandek, men bu doğru tədqiqatninki mashinaning ichida ketib berib, doğru tədqiqatning asosli jarayonlarini tushuntirib o'tayman. Doğru tədqiqatning jarayoni asosida dastlabda kashfiyotdan boshlandi. Bu badanning sirtida tajriba qilib ximiyaviy yasab chiqqan ximiyaviy moddalar bilan bu dorini screen qilamiz, qasninga mos keldi. Undan keyin buningki bexatarligi, hayvonotning bexatarligini tekshirib, ham shuning bilan birga hayvonotda buningki unumi qanday bo'ladi, uni tekshirib chiqqandan keyin shuning natijalari bilan hayvonotninki cho'ng kichik turdagi rodin deymiz, non-rodin deymiz, ham cho'ng turdagi masalan maymun, chit, to'shqon, shunday har xil nimadagi hayvonlarda tajriba qilib shu sinovlarni o'tgandan keyin undan keyin odamga tajribani boshlaymiz, klinikdaymiz. Uningdimi birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich deb 3 bosqich mana ikkinchi bosqichda mana birinchi bosqichdan o'tib, undan keyin uchinchi bosqichda keng kasallarninki masalan 3000 dan ba'zi dorilar yurak kasali, qon besi bunday dorilarninki 3-bosqichdan aytib zo'r. Masalan 10 ming, necha mingdan 10 minggacha bordi tajriba qilgan kasallar. Ammo rak kasallarinkida endi bir ozroq bo'ldi, necha yuzdan 1 minggacha. Shu tajribalarni o'tgandan keyin shu vaqtlarda shu mushunchalik kasalning ichida unumi yaxshi bo'lib, aks ta'siri oz ko'rinsa, shuning bilan buni ratlab chiqib, endi FDA deb Amerika hukumatininki to'g'ri tasdiqlaydigan idoralari bor, shu yerga sungandan keyin ular tasdiqlasa, undan keyin to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu endi asosiy jarayoni. Uningki yana chunqurlashib kelsak, bu naytdi
Masalan, dastlabki başlaganda milyonlab kimyoviy moddalarni boshlasak, uningdan shu klinikdan burungi tajribalar, farmakologiya deymiz, uning bexatarlik deymiz, tajribalardan sınıqib chiqib, oxiri mushunchalar kimyoviy dorining ichidan bir ikkisi tasdiqlanib chiqsa-mu, nayt shu bir cho'ng zo'r g'alaba bo'ldi. Buningga nurg'un vaqt ham iqtisod ketdi, masalan, shu bayqash jarayoni 5 yilgacha, undan keyin bu birinchi bosqich, ikkinchi bosqichgacha 10 yildek, undan keyingi 3-bosqichdan tasdiqlash 15 yil. O'ttir hisob bilan 10 yil, 15 yildek vaqt ketdi bir dorining bayaqab chiqib, shuningki tasdiqlanib chiqishiga. Endi meningki qildiganim, meningki tadqiqotim asosan clinical pharmacology deymiz. Clinical pharmacology degan nima deganda qisqachalar dorininki badanga qanday ta'sir qildi, uningki davolash ta'siri va aks ta'siri ham badan dorini qanday parchalaydi, qanday birlab qildi. Bir kimyoviy modda badan kirgandan keyin uningki badanga bo'lgan ta'siri ham badan buni masalan tabletka bo'lsa oshqozonda bu parchalanib qonga shumurlandi, shu jarayonida yana davomli parchalanib qondan undan keyin har organlarga berib ta'sir qiladigan organlarga berib u dorininki kasal davolash ta'sirlarini yetkazadi. Undan keyin parchalanib ya oshqozon ya böbrek ya jigarlarda parchalanib badandan sirtga chiqadi bu jarayonlar. Shuni bizningki clinical pharmacology degan asoslar shu. Dorininki badanga qanday ta'siri bor, ham badan dorini qanday bir taraf qildi. Shu yana buni voqeani xulosalab kelsak, shu masalan 5000 dan 10000gacha kimyoviy modda kirishdan boshlansa, uningki tanlanib 250 dagi klinikdan burungi tajribalarda, hayvonotlik tajribalarda uning ichidan bir 5 dagi klinik chiqdi. Adamda tajriba qilganga, uningga nayti. Uningga nayti obdan bexatarlik ham asosli shu maqsad hamda hammadan muhimi dorininki yaxshi davolash ta'siri emas, hammadan muhimi bexatar bo'lishi kerak. Endi xulosalab kelsam, bu dori tadqiqotining natijasi mushal o'tqagan insonlarninki hayotiniki uzun ömür ko'rib, hayotida o'zgarish qilishda. Buningki maqsad shunday bo'lgandan keyin shu unumli aks ta'siri az dorilarni tadqiqot qilib chiqib, buningda yana xulosalab kelsam nurg'un fursatlar bor, masalan yosh bolalarga kasb tarafdan bayqa o'xshash jarayonlar bo'lgandan keyin shunga bu nayti bir endi qisqachalar tushuntirib o'tdim. Zerikmay anglag'inglarga rahmat. Savollar bo'lsa. Jahon ra'no nur ichida bilimdek